Assalomu alaykum. Ro'mol do'koni uchun nima maslahat berasiz? 3 ta maslahat beraman. Shularni qiling, suvdingiz gullab ketadi. Uchinchisi lekin ashida. Birinchisi foydali videolar. Ro'mol qanaqa qilib o'raladi? Qanaqasini tanlash kerak? Yozda qanaqa, qishda qanaqa, ko'chaga chiqqanda qanaqa ro'mol, uyda qanaqa ro'mol, mehmonga borganda qanaqa ro'mol, xuddi shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni berasiz. Bu odamlar sizni obuna bo'lib kuzatishi uchun juda kerak rubrika. Ikkinchisi estetik videolar. Xarizmatik qizlarni yaxshi muzikaga o'sha ro'mollar bilan tushilgan videolarini qo'yilishi. Uchinchisi, eng dahshati, qaysidir qizni hijobga kirish hikoyasini aytib berish. Har bitta hijobga kirgan qizni o'zini qanaqadir hikoyasi bo'ladi. Shularni bitta-bitta olib, o'shalarni qanaqa bo'lganini bitta-bitta video qilib chiqarishingiz, hijobga kirgan va kirmoqchi bo'lgan odamlarni profil yig'ishingizni vashdoda kontent bo'ladi. Ideyalar bomba, aytib berib o'zim maza qo'rolma, chunki bularni realizatsiya qilsa, vashi zo'r bo'ladi. Sizga ham yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosing, o'zingizning yo'nalishingizni izohlarda yozib keting, balki keyingi safar siznikini ko'ramiz.